Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoniga aytilan Ustoz Abdulvahab Xallob degan kishining ilm usul fiqh degan risolasi haqida darsimiz davom etgan bo'lib, buningki 3-chi qismi Qavoid usuliyya al-lug'aviyya mushanuz kelgan edik. Hep bu 3-chi qism Qavoid bu 7 qoidadan o'sgan bo'lib, Qavoid usuliyya al-lug'aviyya. Bunun üçüncüsü vadihud dalale ve maratibi. Bunun da dört kısımda bulgan bulup bu zahir, nes, mufassar, muhkem. Bu yukarı üçlen tunuştuk. Hem de biz el-muhkem diye ekip toktap kalgan edik. Şu anın uzun dersimizde yine davamlaştırışımız. Bu Allame Ustaz Abdülvahab Hallab deydi el-muhkem. Muhkem bu nima? Qanday holda muhkem bo'ladi? Buningki hukmi qanday bo'ladi? Degandek bu qisqa buni tunishtirmoqchi. Deydi muhkem. Al-muhkamu fi istilah al-usuliyyin huwa ma dalla ala ma'nahu allazi la yaqbalu ibtalan ولا تبديلا بنفسه دلالة واضحة لا يبقى معه لا يبقى معها احتمال للتأويل فهو لا يحتمل التأويل أو إرادة معنى آخر غير ما ظهر منه لأنه مفصل ومفسر تفسيرا لا مجال معه للتأويل ولا يقبل النسخ في عهد الرسالة وفترة التنزيل ولا بعدها لأن الحكم المستفاد منه إما حكم أساسي من قواعد الدين لا يقبل التبديل كعبادة الله وحده والإيمان برسله وكتبه أو من أمهات الفضائل التي لا تختلف باختلاف الأحوال كبر الوالدين والعدل أو حكم فرعي جزئي ولكن دل الشارع على تأبيدها تأييد مس على تأبيد تشريعه كقوله تعالى في قاذف المحصنات ولا تقبل لهم شهادة أبدا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة muhkem. Hem bu 3-cü kaidenin dördüncüsü olan dördüncüsü nime? Muhkem. Muhkem degan usul fiqh ulamolarının istilahida o bir neski uqtudi, bu nes özün ma'nosini uqtudi. Ama hech qanday boshqalar tarafdan shuni uni ibtolini qabul qilmaydi. Vala undan bir yo'tkab almashtirishni qabul qilmaydi. Boshqalar tarafdan buzib o'tish, yo'tkash, almashtirish hech qanday narsani qabul qilmaydi. Muhkam degan lug'atda puxta degan gap, ana hech qanday o'zgarmaydigan bo'ron chopqin ofatlarning nimalarmi uningki hech qanday uninglarmi ta'sir qilmaydigan asrlar bo'yi davom qilsimi shubha turadigan mandaq narsani puxta nima bo'lgan deyishimiz ana muhkam degan puxta degan gap lug'at ma'nosi. Isloh degan ma'nosi shu. Hech qanday tabdil va ibdolnicho o'z nafsi hech qanday qabul qilmaydigan. Buni o'zi muhkam deymiz deydi. Bu uqtirgandimi ro'shan uqtir deydi. Dalla dalalatan vodihatan. U uqtirdi o'z ma'nosini ibdol va tabdilni qabul qilmaganlar uqtirdi. Ro'shan dalal qilgan uqtirdi. Onun hech qanday ta'vilga ehtimol degan narsa qolmaydi. Bu ta'villigicha ehtimol keltirmaydi yoki u nimadan muhkamdan oshkor bo'lgan ma'nodan boshqa g'ayri yeni bir ma'noni maqsad qilishga ham ehtimoli yo'q. Chunki bu muhkam mufassal o'z tafsir qilingan, o'zi ham tafsir qilingan ki onun hech qanday ta'vil berishga o'rin, makon yo'q, majol yo'q. Bu ham mayli Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davrida bo'lsin va bu shariat Qur'oni Karim tushgan vaqt bo'lsin va undan keyin bo'lsin nasxini qabul qilmaydi.
Asli Raslan davri mındaqdı, keyin mındaq qılıp mansux oldu deyilmeydi bu. Çünkü enandan paydalangan hüküm gen asasi bir gevdilik özgermez bir hüküm. Dinninki usuli qoidalardan bo'lgan asos qatlamli bir hukm bu. Unda xonki bu tabdilni qabul qilmaydi. Bu da Allah subhanahu taologa ibodat qilish, birla Allohga ibodat qilish. Birla Allah subhanahu taologa ibodat qilish. Mayli u ilgaki Musa, İsa alayhissalom va uningdan ilgaki payg'ambarlar davri bo'lsin, o'xshash ibodat. Shu birla Allohga ibodat qilish va uningdan keyingi janob Ruslanning davri ta kunimiz qiyomat qadar arliqda İlə ən təquməsə bu aralıqda bu heç qandaq bir özgərməydigan bu ibadet. Bu muhkem. Ve bu Allah'a bir Allah'a iman keltiriş kuşuş. Bu nime Allah'ınki peygamberlerine iman keltiriş. Kitaplarına iman keltiriş. Bu yılki özgürüp kalılgan vaziyet karakterlik, şarait, muhit karakterlik emas bu. Baştan ayak bir xil puxta özgərməydigan. Mendaq heç qandaq nimene qabul qılmaydigan, ibdal ola tətil qabul qılmaydigan. Yoki bu dinninki usuli qoidalardan bo'lgan bir asos yoki fazilatning onlardan bo'lgan bir fazilatli bir masala. Masalan, adolat yaxshi, zulm qabih. Inonchi bu shu masalan nima deymiz? Go'zal axloq bo'lish nayti mustahsan. Onundan başqa axloqsizlik bo'lish, yerginishlik ahvol. Degan bu ummahatul fadail masala. Bu mu har qanday millat, har qanday tuproq, har qanday zamonninki ahvolning o'zgarishlar o'zgarmaydigan masala. Nima? Bu ummahatul fadaillar. Buning o'zim nima deyildi? Muhkam deyildi. Muhkam degan shu. Bu muhkam ya diniy qoidaning asosi tüp yıldızlardan bo'lgan masala bo'ladi. Allah'ın Resulü'ne iman keltirish, Allah'a ibadet qilish, payg'ambarlarga iman keltirish, kitaplarga ishonish, iman keltirish degandek yoki fazilatniki, yüksek insaniyet, insonlikniki, inson bo'lishning o'rnak bo'lgan ana masalalardan bo'lgan bo'ladi. Rost so'zlash, sadoqat bo'lish, samimiy bo'lish, haqqoniyat tarafida turish, zulmga qarshi chiqish, degandek masalan, ojizlarni buz ketmaslik, degandek nurg'un fazilatlar. Bu mu o'zgarmaydigan masala? Mayli o millatlar aro, dinlar aro, qit'alar aro o'zgarmaydigan bu mu ummahatul fadail. Buni o'zi muhkam mundaq bo'ladi deydi. O ahvollarning o'xshashmasligi bilan muxtalif bo'lib qolmaydi. Atani yaxshi qo'shish, atani yaxshi har qanday millatda bor. Hatto odam emas, hatto hayvonmi o'zining bolalari atanisiga yaxshi qilib ketadi ba'zida. Qiladi. Bu bir ummahatul fadail. Bu millet xas olup, bilsin götürüp ketken ondaq emas. Bu bütün hem millet tepil karşı. Adli adalet qo'xshash. Mesela, yoki bir juz'iy, far'iy bir hukm o'xshash. Far'iy bir juz'iy hukm. Lekin shariy ta'ala onun qonunluq ekanligini, onun tashri'iniki abadiy ekanligini shariy yo'l qo'yib berdi. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala so'rashish ki pak iffetlik işimden haber yok. Mındaq tertemiz ayallarga böhtan qıgan pi qazipi al muhsanat. Muşnaq ayallarga pakiz ayallarga böhtan qıgan erler barsı ki Allah subhanahu ta'ala'nın tank ayet qo'shash. Ve la taqbalu lahum shahadatan abada. Bu böhtançılarga, bu gaptapçılarga, bu til uzun insanların guvalığını ebedi qabul qilmadi deb mana buni tashri'iniki ebedi ekanligini shariy ta'ala bekitib berdi. Şu ala ta'yid emas, ala ta'bidi abada yu'abbidu. Ala ta'bidi tashri'i deganimiz yaxshi. Ebedi qabul qilmanglar. Bu bir qata bu nima bo'ldimi? Bir sunib ketgan bir qo'l ikkinchi aqlan tinib saqaysin asli kelmagandek bularning bu xuyi, bu yolg'onchiligi, bu bo'htonchiligi asli bu hargiz bo'lmay saq salomat bo'lmaydi bu. Bunun bu guvohligini mayli ilm birim, mayli nikah, boshqa ishlar olsin, guvohligini ebedi asla qabul qilmanglar. Degan o'xshash. Buning tashri'ining ebedi ekanligini shariy yuzi bekitadi. Abad. Faqat o cheksiz holda. Yana ondan başqa masalan Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir ayet var ya. Auzubillahi.
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا demek. Ola o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ayarlarına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyup ketkenliğin ebedi nikah kılmaysızlar. Ebedi nikah kılış yok mana. Bunun üzümü bu nima? Bu hüküm ki par'i hüküm cüz'i oldu. Bunu şari Teala onun kanunluk teşri ekenliginin ebedi ekenligini yüzü kınak bedi, bekitip bedi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözü ki el cihadu madin ila yevmil kıyamet. Cihad kıyametçilik devam kılıdı o. Ekip durdu, yürüp durdu. İlâ yevmil kıyame. Buna adım şundak mı? Bu muhkemin müşne huludu deydi. Ya ki asasun min ususul kavaidi dini ya ki ummahatul fadail buludu ya ki hükm pari cüz'i buludu deydi. Ama bunun hükmü nimesi ve hükmü ennehu yecibu kat'an el amelu bih. Ama bu muhkemin hükmü onun kat'i amel kılış vacip. Onun başta çıkan asla mümkün emez. Ve la yahtamilu sarpuhu آه، ولا يحتمل صرفه عن ظاهره ولا نسخه وإنما قلنا لا يقبل النسخ لأنه بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي والتنزيل صارت الأحكام الشرعية التي جاءت بالقرآن والسنة كلها محكمة لا تقبل نسخا ولا إبطالا إذ لا توجد بعد رسول صلى الله عليه وسلم سلطة تشريعية تملك إبطال ما جاء به أو تبديله وسيأتي توضيح هذا في مبحث النسخ. Ama bunun hükmünde kat'i amel kılış vacip. Çünkü bunun zahirden kayıt olunmaydı. Kayıtılış ihtimali yok. Valla o neskiliş ihtimali hem yok. Çok biz dedik biz neskını kabul kılmaydı dedik. Çünkü o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan zaman dinkin ve vahiy üzülüp vaktlarda vahiy düşke vaktlarını لأنه بعد عهد الرسول وانقطاع الوحي والتنزيل ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan zamanı dinkin vahiy toxtuğan dinkin Kur'an düşüp boğan dinkin bu şer'i alakadar hükümlerinin hemisi Kur'an ve sünnetin hemisi de kilip hemmisi puxtup boğan. Bunun üzerinde qanday qılmaydı, nesni hiç qabul qılmaydı. Valla iptalni ham qabul qılmaydı. Çünkü yok Resulullah'dan keyin bir qonun sahibi sulta yok. Bir qonun chiqargan bir kuch yok Resulullah'dan keyin. Ki egoludda bu sulta tashri'iyya bu Resulullah Aleyhisselam epkegen kanunu bozup taşladığında egolgan bir kuch yok. Yani yötkadığında bir egolgan bir kuch yok. Sulta şiraiye yok Resulullah'dan keyin. Bunun bayanatı nesk barısı da neskının izniş mebhasırda bunun röşen bayanatı patikinde geliyordu. Ve hazil enva'ul arba'atu lil vadihi dalalati mutapavitatun fi vuduhi dalalatiha alel muradi منها كما قلنا ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض أم بو تترنين كي بو شو تتره قيسي ظاهر نص مفسر محكم عبارات bu Türkçe emizin dalalet vadih. Lekin bu dalaletin vadih kelimede farklı bulan. Onun maksatını uqtırış jarayonidagi dalal maksatga onun dalaletning uç hakkıdaki dalaleti biraz farklı. Biz yukarıda büyütkendek. Aşkar oldum bu farkninki, bu okşaşmasının mevisi aşı neslen ara. Mesela delillen delil ara. Zahirlen nas, ya ki neslen mufassir muhkem. Biraz özara tarz gibi kaydı. Payda şuraya çıktı bunun. مثلا فإذا تعارض ظاهر ونص يرجح النص لأنه أوضح دلالة من الظاهر من جهة أن معنى النص مقصود أصالة من السياق ومعنى الظاهر غير مقصود أصالة من السياق ولا شك في أن المقصود أصالة يتبادر إلى الفهم قبل غيره فلهذا كانت دلالة النص أوضح من دلالة الظاهر ولهذا يرجح الخاص على العام عند التعارض لأن الخاص مقصود أصالة بالحكم فاللفظ نص فيه وهو في العام غير مقصود أصالة بل في ضمن أفراده Hem zahirle nas bir-birisiga to'qinishib qolib qolsa nas jonlantirildi. Chunki nas degani zahiri qaraganda
Onun hukumi roşanroq. Qaysi jihatdan roşan? Şu jihatdanki u nas degan, nasdan ma'nosi degan u kalamning siyoqidan asli nim qilingan, asli maqsad. Masalan, bir odam debdi, ustoz bugun dars bormi desa, men doktorxonaga borma debdi. Bir talib bir ustozni so'rabdi. Ustoz bugun dars o'qilamdi desa, o'qilmaydi demay, yo'q men doktorxonaga borma debdi. Buni zohir ma'nosi nima deganda, zohir ma'nosi men doktorxonaga borma degan gap. Nas ma'nosi shu, yo'q bugun dars yo'q degan nuqtada. Al kallimizga darhol yugurib qolgan zohir ma'nosi bu doktorxonaga borilganligi. Lekin onundan asli nima uchun dedi uni o'quvchi yoki ustoz nima ish qilaman doktorxonaga javob beraman doktorxonaga boraman deb javob berdi deganda bugun dars yo'q demoqchi deydi. Bugun dars yo'q degan asli maqsad shu de. O doktorxona berish bo'lmasa talib bilan munosabatsiz. Munosabati o'quvchiga dars bormi yo'q buni bilmoqchi edi. U ustoz uni deb javob bermay doktorxonaga boraman deb javob berdi. Hargiz bugun dars yo'q degan gap uni demadi. Ammo asli maqsad nima? Siz darsning yo'q ekanligini bildirish. Bu asolatan maqsud. Aslan maqsad qilgan ittiboan emas. Ammo men doktorxonaga borma degancha bu iboratdan bu zohira maqsud bo'lgan narsa bu ittiboan. Bu shuni o'xshashmasin. Zohirning narsa asli maqsad emas bu siyoqdan. Shak yo'qki shuni cho'qim maqsad deganni asliga maqsad nimaga zehniga shundoq oldirib keladi-da, undan boshqasidan burun. Mush jihatdan nasningki hukumi zohirning hukmi qaraganda ro'shanroq bo'ldi. Bu odam anglab qilib doktorxonaga borma degan, bu odam bugun dars yo'q ekan, o'tilmagan gap aniq chiqdi. Bu jihatdan xosni ham omga tarjih qilinish tushib qolgan joyda xoslan omni ikki bilan kelganda xos kuchlantirildi. Chunki xos degani hukmning aslan bo'lgan maqsad xos. Lafz degani nastur xosning o'ziga nas. Ama o وهو في العام غير مقصود أصالة بل في ضمن أفراده. O xos olsa amın içinde aslan maksat emesin. Belki amının afradlarının zimnisinin içinde bu. Xos amının afradlarının ki tarmak, şahmaklarının içi doludu xos. خوش bunu temenni göremiz. Ve misalu hada kavluhu ta'ala ba'da addil muharramati minen nisa'i ve uhilla lekum ma vara'a zalikum. Ma kavlihi تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالآيات الأولى ظاهرة في إحلال الزواج زوجة خامسة لأنها مما وراء ذلك. والآية الثانية نص في قصر إباحة الزواج على أربع. فلما تعارض رجح النص لقوته في وضوح دلالته وحرم الزواج ما زاد على أربع. Bunun misali bu naslan zahirinin bir-birisiga bo'lgan tarix qilib qolgan misali Alloh subhanahu taolaning ayollardan Alloh subhanahu taolo bir muncha ayollarniki listini tizimligini sunib berdi ya. Nima deb Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va akhawatukum va khalatukum va banati ila oxiriga butun harom qilingan ayollarning tizimligini sunib berdi. Ayollardan harom qilingan ayollarning sonidan keyin ahir nimada Allah subhanahu wa ta'ala en ahirda şu hurimet aleykum degan oyatning en ahirda va uhilla lakum ma vara'a zalik deb. Sizlarga yuqoridagi tilg'ilgan ayollarning hammasi halol qilindi deyildi. Bu oyat qaysi oyat bilan tarz kelib qoladi deganda Alloh subhanahu wa ta'ala tevanki oyatda fankihu ma taba lakum min nisa'i masna va sulas ruba dedi. Sizlar o'zinglar ko'ngil totgan shunlarcha qiziqqan uni sizlar pak tartemiz deb shundoq moyil bo'lgan ayollardan ikkilab ushlab to'rtlab elanglar deb buning eng oxiri chekini to'rtga ustirib qo'ydi. Yuqorqi oyatda yuqorqi harom qilgan ayollardan boshqasining sizlarga shu bir qancha oyatlarni dedim.
aram kılgan ayatlar. Onun başkasına hemen elanla bir neçe kesim mail degan gap çıktı. Manada tötül dep koydu. Avvalgi ayat zahir bu. Bu nimede mesela eee 5. ayalından toyğuşunun halal ekanligida avvalgi ayat zahir. Ve uhile lekum ma vara zalikum. Aşkından başka yukarı tizimlatını beğen ayallardan başkasımız halal kılındı dedi. Bunun 5. ayal asanın boludu, 6. 7. boludu gen çıkıp kaldı da. Bununki halal ekanligida bu ayat zahir. Çünkü hemmisi bu 5. mu ay mavara zalikumның içinden bu. 5. 6. olsun hemmisi halal kılındı diyen içinden. İkinci ayet var mıydı? Penkihu ma tabi aleykum nisai mesna ve sulâs var bu. Bu ikinci ayet nas bu. Bu zivajdan bu toy kılmak ayalının sanının ki en yukarısı sanının ki çikinin tüttün eşip ketmeslik. Tüttüla çekilmişken nas. Xuandikin bir yerde zahirlen nas bir şıkıp kaldı. Ve uhile lekum ma vara zalikum. Zahir pankihu ma tabe lekum min nisai mesle ve sula sorba nas. Bu çıksın kane tercih kılınızın tercih kılındı. Nas ne? O yüzün dalaltının ne kadar küçük boğalıqdı. Dalalıktaki o dalaltın röşellikte küçük boğalık için nas tercih kılındı ki o ayalana hemiz halalken dep elivesek bulmaydıken en cık ağımız gibi kesse eğer adaletten korkmasak tötünü alsak buludu iken tötün yukarısı duruz emesken degen çıktı da bu ikinci ayetinin üzerine nasni zahirga nim kıldık tercih kıldık. İkisi tercih kıldı, taarruz kep kaldı. Vaqtda nas tercih kılındı. O nasның küçük boğalacaktı üzünün dalalıtın röşeligide. O haram kıldı şundan bu tötke artık hukkan ayallarının üzlenço toy kılış haram kılındı ki ama ayet racih o ikinci ayet racih evvel ayet mercuh oldu. Muşundak bu tokunuşun payısı bu deydi. Zahir neski tokunuşun payısı men mavu. Semeresi men muşundak. Ve izâ ta'arada nassun ve mupassarun yuraccahu mupassaru. لأنه أوضح دلالة من النص من جهة أن تفسيره جعله غير محتمل للتأويل وجعل المراد منه متعينا. Hem nasla mupassar ikisi birbirisi sökünüşüp kaptı, dokunuşup kaptı. Bu vakitte mupassar ne? Canlandırıldı. Çünkü mupassar gen dalalet cihette neslin uçgarak şu cihetin çokum bu mupassarının tefsiri onu hiç kandık tevilga ihtimal keltirgen kımede. İhtimal yok. Onun mukabilede nimiço bu nas ihtimal var. Nas ihtimal keltirdi. Mufassar hech qanday ta'vilga ehtimal keltirmaydi va qildi bu bu nimani va ju'ilal muradu minhum mutaayyanan va qilindi ay mufassardan bo'lgan maqsadni muayyan qilindi hech qanday bir narsaga ehtimoli ta'vilga ehtimol yo'q ammo taxsisga ehtimoli bor mana shunday qilindi o ammo nima nas qabul qiladi mufassarchu ta'vilni qabul qilmaydi u jihatdan mufassar nasdan kuchli chiqib qoldi shunga mufassar tarjih qilindi deydi ومثال هذا من وتوندبت منها ومثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضع لكل صلاة مع قوله المستحاضة تتوضع لوقت لا ما شاء الله لوقت كل صلاة فالأول نص في إيجاب الوضوء لكل صلاة لأنه يفهم من لفظه ومقصود من سياقه والثاني مفسر لا يحتمل تأويلا لأن الأول يحتمل إيجاب الوضوء لكل صلاة ولو في وقت واحد أو لوقت كل صلاة ولو أدى في الوقت عدة صلوات ولكن الثانية قطع هذا الاحتمال
فيرجح وصار الحكم الشرعي هو إيجاب الوضوء للوقت وتصلي فيه ما شاءت من الفرائض والنوافل. Endi bu nasl mufassirninki bir-birisiga to'qinish qilib qolgan misoli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki tavanki ikki so'zi ikki hadisning orlig'i. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'ziki al mustahadatu tatavaddau li kulli salat. Mustahaz bo'lgan ayollar, kasallik qilgan ayollar tartaladi, har namozga tartaladi deydi. Bu hadis taarruz kelib qoldi. Nim bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana mush mavzudagi mush mustahaz haqidagi hadislar. Nima deb al mustahazatu tatavaddau li vaqti kulli salatin. Haydar ayol tarat aladi har namozning vaqtiga deb. Avval hadisda har namozga degan. Ma'noda har namozning vaqtiga. İkisi arız çıkıp kaldı. Her namaz için tartaladı diyen vakit çıkıp etmişsimi? Adette bir namaz okumak olan olsa, farz namaz olsa tartaladı. Okup likillemeyle nafil namaz okumak çoktu. Mesela onun tartaladı diyen çıkıp kaldı. Bir vakitten işittirip ne çıkata tartaladı diyen çıkıp kaldı. Ma ikinci hadisi el-mustahazatu tatavadda'u li vakti kulli salatin. Mustahaz ayalar tartaladı. Her namazın vaktiga. Bundan vaqtlan o namazda hisoblashmaydigan ikki vaqtning ichidan bo'lsa u ayol mayli qanday qilat bo'lsin shu olgan tartib kifoya ekan. Bu namozning vaqt bilan vaqt orasida u nima bo'lmaydi ekan, tartilish lozim emas ekan. Har namozning vaqti tartildi ekan, u namozga emas, namozning vaqtiga degan nuqtada bu. Avvalgisi al-mustahazatu tatavaddau li kulli salatin degan bu nima? Bu nas. Namazın vacibkeligi de avval hadis nas taharetninki lazım ekanligi de her namaz için tartilish lazım ekan degan chiqib qoldi avval hadisdan. Her namazla mayli bir pishinni o'zida pishinni o'qibdi, orqada menashi masalan nafl namoz o'qibdi, namozning ichida vaqtning ichi turib bir nechta namoz o'qibdi, farz o'qibdi, nafl o'qib bo'lgan bo'lsa, har birisini ayrim tartilish lozim degan gap chiqib qoldi. Avval hadis nastur tahoratning vojib ekanligida, tahoratning lozim ekanligida har namoz uchun. Chunki tushunimizda shu nasning labsidan. Chunki yoki fahmi tushunildi. Mush gapni o'zini. İcabul vudu likul salah degan gapni o'zini mush nasning labzidan tushunildi va uning siyoqidan va shu bunun siyaqının bu maqsadını düşünün oldu. İkincisi mufassar oldu. Bu tafsir qilindi. Bu mufassar olgandan hech qanday yuqori degandek mufassar degan ta'vilga ehtimol keltirmaydi. Ammo nas ehtimol keltirdi. Zohir nasla ta'vilga ehtimol keltirdi. Taxsis ehtimol keltirdi. Mufassarchu ta'vilga ehtimol keltirmaydi. Ammo nasga ehtimol keltirdi. Muhkam wala ta'vil wala nas hech qanday ehtimol keltirmaydi. Bu shular to'rt mingdaq. İkincisi mufassar. İkinci hadis mufassarki ta'vilga ehtimol keltirmaydi. Masalan, al-mustahazatu tatavadda'u li vaqti kulli salatin. Masalan, tartaga adam istahazoga ayol tartaladi her namazga deganligimizda bu odamda o'ng'a odam vaqti bo'lmasa ya da g'ingrashib qiladi-da, buni ta'vili bog'imidi ya. Her namazga uchun debdi ya. Bu her namozni o'zi maqsad qilmadi. Yoki bundan vaqtini maqsad qilgan bo'lganmidi deganda ikkilishib qolib qoldi, bir mujmallik paydo bo'lib qoldi. Vaqtin degandan keyin bu mujmallik hammasi zoya qilinib ketdi-da. Bu ayat vaqt mufassir bo'ldi. Shundan bu hadis qaysi al-mustahazatu tatavaddau li vaqti kulli degan bu mufassir bo'ldi. Vaqtining kelganligi mufassir. Anından ki vaqt keldi bu hadis mufassar oldu. Avvalgisi hadis nas, keyingi hadis vaqtini qayd qilishim bu mufassirning kelishim mufassarga aylandi. Demak mufassirlar mufassar taarruz qilib qoldi. Demak ikkinchisi mufassar edi. İkinci hadis. Mufassar qaysi vaqt degan kalimaning qayd qilinishi. Bu ta'vil ehtimol keltirmaydi. Chunki avvalgisi taharatning vojibkalik ehtimoli va avval hadis. Her namaz uchun tartilish lozim degan chiqib qoladi. Gerçi vaqt bir bo'lgan bo'lsin.
Bir vaqt ichida bir nechta namoz o'qigan bo'lmoqchi bo'lsinmi, qancha namoz o'qisa shuncha qadar tartaladi degan gap chiqib qoldi avval hadisdan. Buning ehtimoli bor. Bunda qabillik ehtimoli bor. Ammo ikkinchisi li vaqti kulli sabab. Vaqt ishlan ehtimol hammasi kesildi. Gerçi adakan bolsun onu bir vaqtincha 10 rakat nima aydat salovat bir necha namozni ado qilmoqchigan bo'lsinmi bir necha qator tartaladi degan chiqib qoldi avvalgi hadisning mazmunidan buni ehtimol keltirib qoldi ehtimol bor lekin ikkinchisi hadischi bu xil ehtimollikni yo'q qildi har qanday namozning vaqtiga tartaladi vakit parka, vakit ölçem bu mustahaz ayollarning. Vaqtlan bo'lsa tartibi, vaqt chiqib ketdi, uni tartib qildi deb. Mandaq vaqt uniki o'lcham bilik o deb. Ikkinchi hadis bu xil ehtimollikni hammani hislashyapti. Ehtimollik yo'q bo'ldi. Shundan bu ehtimollik bo'lmagan ekan, mufassar bo'ldi bu. Şunu tercih qilindi. Bu ikkinchi hadisdagi bu mufassarni nasdin tercih qilindi, kuchlantirildi. Va bo'ldi, uyrildi hukm, shar'iy hukm her namozniki o uyrildi shar'iy hukm, u hukm bo'lsa tartilishning vojibligi. Vaqt uchun, namoz uchun emas, vaqt uchun tartilish vojib degan ko'rildi hukm. Ve onun ucu şu mustahaza en az namoz o'qigan vaqtning o'ziga vojib tartilish. Vaqt chiqdi. O ayolning tartishsin dedi. Vaqt chiqmadimi? Bir necha namoz o'qisa bo'ladi degan chiqdi. Shundoq bo'lg'ach وتصلي فيه ما شاءت من الفرائض والنوافل. Farz ve nafillerden halığanla şu vaktin şu namazı koydu diyen çıktı. Kanadın ikinci hadissin. Buna vakt dediğin kelim bilen bu bu vakt mupassir oldu da bu kilişten burun biraz ihtimallık vardı. Haiz namazga vakt arkandak namazın vakti mı diyendek bir tevil ihtimallık vardı. Bu ihtimallıkın çok kesip taşıldı. Kayse vakt degan kelime. Şundan bu mufassarga aylandi. Bu mufassarni nasning ustida tarjih qilib kuchlantirdik. Shunga mustahaz ayollar qanday qiladi? Har namozning vaqtiga tartiladi. Namozga emas, namozning vaqtiga. Xo'sh, darsimiz shundan kifoyalimiz davomi Alloh xolis. Ayat o'qib bo'ladi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.